Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Haftalik xabar analizi programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugun 2026-yil 8-avgust shanba. Har shanba kuni bir hafta jarayonida vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Qanundaqda oldi bilan bu haftadagi xabarlarimizning mavzulariga ko'z yuritib o'taylik. Saxta təşviqat fəaliyyətinə narazılıq bildirən Uyğurlar Xitaylarının hücumuna uçurdu. Xitay atalmış terrorluğa qarşı duruş xalqara mühakimə yığınını Şərq Türkistanda ötküzdü. Bu və bundan başqa bu hafta qısqa mühim xəbərlərimiz biraz köp. Şunun üçün birinci xəbərdən başlap gedəylik. Saxta təşviqat fəaliyyətinə narazılıq bildirən Uyğurlar Xitaylarının hücumuna uçurdu. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta bu numussiz tajovuzchilar vatanimizdagi ishg'oliyat bilan vatanimizdagi butun Sharq Turkistonning bo'lin pushqoqlarigacha kengaygan bu dahshatli jinoyati elib berayotgan bu yerdagi irqiy qirg'inchiligiga qo'shimcha holatda yillardan buyon vatanning sirtidimi har qaysi davlatlarda nurg'unlagan shu davlatlarning qonunigami xilaf bo'lgan badbashara qiliqlarni har doim davomlashtirib kelyapti. Bu mayli Turkiyada bo'lsin, mayli g'arb davlatlarida bo'lsin, yillardan buyon shu davlatlarning axborotlaridami kun tartibga kelib kelayotgan intayin sil bir masala. Turkiyadami shu yaqinqi yillardan buyon texambak bularning timsiqlab yurayotganligini, kundan kuniga haddidan eshiyotganligini aniq ko'rib turyapmiz. Bu qitim eng oxirgisi shu e'lon bilan bir qancha shu hafta ichida sosial ijtimoiy uchur vositalarida chiqqan bu e'lon bilan bir g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Xitoy Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayonning yeniga kelib, bu so'g'imizga kelib, bu yerda Xitoyning Istanbul turish bosh konsulxonasi 7-avgust mulozimatni mahalligacha, ya'ni mahallaga akirish nomida faoliyat o'rinlashtirib, vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash, kerakli hujjat materiallarini naq maydonda ta'minlash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligini bu chaqiriq bilan joriy qilib e'lon qilgandi. Uning keyindan albatta to'g'rimizda ba'zi shu hamon buningki qaysi maqsad o'rinlashtirilganligi qatorliq masalalarni g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala bo'lgandi. Xitoyninki bu chaqirig'i. Faoliyat hamda 7-avgust ya'ni tunugun o'tkazildi. Tunugunki jarayonlarni to'g'rimizda tafsiliy holatda shu barliq rasmlar bilan huzuringizga sunduq. Soat 14:30 İstanbul vaqti soat 14:20da o'tkazilgan İstanbulning Bahçeli Evler rayoniga joylashgan Doktor Anvar O'ran kultur markaziga o'rinlashtirilgan bu faoliyat Mishada Xitoy bosh konsulxonasining uqtirishida mazkur faoliyatga qatnashuvchilarga naq maydonda pasport bejirish yoki to'liqlab berish, grajdonlik ishlari, pensiya maosh salohiyatini guvohlikdan o'tkazish, to'y qilmaganlik isboti qatorliq, isboti chiqarish qatorliq mulozimatlar sunildiganligi, shuning bilan birga vatanga qaytib tuqqan yo'qlash, o'smirlarga xitoycha sinib o'tish, yozliq lager o'rinlashtirish, vatanga sayohatga berish qatorliqlar haqida maslahat berilganligi haqida shuni tizimlaydiganligi bildirilgandi. Yani bu derecede numussizda hamda Xitoylar yillardan buyon butunlay mahrum qilingan Uyg'urlar bu yuqorida so'zlangan narsalardan. Bugun dunyoda besim bo'lgandan keyin o'zini oqlash, jinoyatlarni oqlash uchun hamma ishni shundoq ham ovlash, ya'ni bu yillardan buyon oilasidan hech qanday bir shaklda ko'rishanmagan, qo'lida hech nima yo'q, shundoq nurg'un xalqimiz bo'lg'achqa buni ham o'ziga xizmat qildirish, shundoq ishlarni bajarib beraman deb besim qilishi orqali nurg'un ham Uyg'urlarningki o'mligini, birligini buzish uchun mana shunday orimizgacha kiryapti Xitoylar. Bu g'ulg'ula qo'zg'adi ijtimoiy uchur vositalar tarqalgandan keyin Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar tashkilot mas'ullari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashni maqsad qilgan bu faoliyatiga norozilik bildirishdi o'zlariningki ijtimoiy uchur vositalarida va Uyg'urlarning Xitoyning jinoyatlariga yantayoq bo'lmaslikka chaqirgan edi faoliyatdan burun. Hamda tunugun shu faoliyat bo'lgandan keyin 3 Uyg'ur shu suratini ko'rib turibsizlar. Chiroyini chiqarmadi hamma bularniki butunlay
mush yaralangan holatda keyin bular chiqqandan keyin saqchixonadan chiqqandan keyin tortilib yo'llangan suratlar bular. Mush 3 Uyg'ur yosh Xitoyning bu faoliyatiga ko'z bo'yamchilik faoliyatiga berib Xitoyning bu yerda ko'z bo'yamchilik qilayotganligiga norozilik bildirish uchun bular bu faoliyatga borgan. Bu jarayonda Xitoylar bir Uyg'urni to'plashib, borgan 3 Uyg'urdan birini to'plashib urgan hamda. İstiqlal televiziyasi erishgan, ya'ni biz erishgan ma'lumotlarga asoslanganda 3 Uyg'ur yosh tushdan keyin Istanbulning Bog'cha rayonidagi doktor Anvar bu faoliyat o'rlashtirilgan yerga borgandan keyin faoliyat maydoniga kirgan normal. Chunki bu yerda o'zining vijdonini, o'zining g'ururini, millatining uchrayotgan bu beshiga kelgan millatning beshiga kelgan hamma narsaga faqat o'z nafsi uchun qandaq bahona sabab bilan bo'lsin shu yerga boradigan bizning millatdan bo'lgan vijdonsizlarmi bor edi hamda. Bularmi shu xuddi normal aşağı kelayotgan qatnashuvchilarga o'xshashlan bu yig'in zaliga kirgan. Kirgandan keyin ularning ichidagi biri Xitoyning bu ko'z bo'yamchilik harakatiga noroziligini ifodalab berdi, ovozini chiqarib, bu yerga xoinlik qilayotganligini bu maydonga bir nima bor, bir rasm bormish edi. Bularninki qilayotgan, hatto shu yerga qatnashgan boshqa nomussiz Uyg'urlarga muxtab qilib turib, Xitoylarga bu yerda Xitoylarning bu yerda ko'z bo'yamchilik qilayotganligini bildirib, bu yerda o'zining ovozini chiqarib gap qilgan 3 yoshning yana birisi videoga singa olgan bu ko'rinishlarni qilgandan keyin bu chog'da Xitoy konsulxonasining xodimlari hisoblanadigan 8 Xitoy bu yerga yupurilib kelib, videoga olgan Uyg'urni besib olib, urgan va telefonni bulab elib, tortilgan videolarni o'chirib o'tgan shu yerda. Xitoylarning to'kmat xarakterlik shikoyati sababli va Xitoylar bu yerda darhol saqchiga shikoyat qiladi. Qisqa vaqtdan keyin saqchilar kelib bu 3 Uyg'ur yoshni tutib ketadi maydondan. İşte burası xoin yuvasi. Mana bu ya xoinlarning uvusi bu ya degan bu lozungini ko'tarib, chunki u yerga qatnashganlar bu millatning nazarida xoindan boshqa narsa emas yani. Mushunda darajada ifodasini bildirgandan keyin saqchilar bu yerdan olib ketadi bularni Xitoyning to'kmati shikoyati bilan. Xitoylarning hujumga uchragan 3 Uyg'ur yoshining bu Uyg'ur yoshining bosh qismi yaralangan va qo'l buyullari zaxmlangan. Ya'ni singa olgan o Uyg'ur yoshiniki. Bu haqda doktorxonaning isboti chiqarilgan. Saqchi idorasida voqeaning tafsiloti haqida xotira qoldirilgandan keyin ular tunugun kash tarafda kashqurun bu savol so'roq bu yerdagi ifodalar elingandan keyin qo'yib berilgan. Mazkur voqea albatta Xitoylarning chegara halqigan bostirish jinoyatining eng yangi misoli hisoblandi. Turkiyada Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan küçük çekmece rayonunda Safaköy'nin yendi bahçeli evlerde ötküzülgen bir numussuz bir faaliyet. Muşundaq derecede bu görünüşler, bu yupurulup kelip bir Uygur'un uğraşları bizge şunu esletmedi mi? Tehi yakında Gollandiya'daki Abdurrahim efendim onunki her yılı aşı faaliyetlerde Xitoylarning faaliyetide hatta şu vakti nurg'un suratlar suhbat mı qildik o. Yani Xitoylar o'xshash shu yerda konsulxona xodimlari numussizlarcha yupurilib kelib hujum qilgandi. Bu yerda 8 Xitoyning kelib yupurilib kelib hujum asli bu videolarni yuvatmagan bo'lsa Xitoyninki u ko'rinishlarni albatta aniq ko'ra oladi. Yani bu darajada qonun tunimaydigan numussizlar guruhi hamdi. Yani cinayetçiler, qaraqchilar guruhi deymiz hamdi. Mushundaq darajada faaliyetler bu yerda shunda o'tkazilib bu yerga normal kirib o'zininki noroziligini bildirish asli tamamen butunlay qonunli bir ish bularning bildirishi. Ammo numussiz Xitoylar bu yerda bu shaklda javob qilgan. Afsuslanarligi aslida bundaq faoliyatlar tashkilotlarning navbatda albatta faoliyatdan burun Uyg'urlarning bunga o'zlarininki ba'zi tashkilotlar ijtimoiy uchur vositalarida ifoda bildirgan bo'lsa-mu, yani bu javobninki intayin oddiy, ojiz bo'lib qolganligini aniq ko'rib olamiz. Aslida bu yerga minglarcha inson faoliyat o'tkazilgan kuni namoyish qilib bu faoliyatni
o'tkazgili qo'ymaydigan bir holatga olib kelgili bo'lishi mumkin. Tashkilotlarningki buni albatta hali bu tashkilotlar bu yerda ojizlik qildimi yoki nima ish qilyapti. Hozirgi suratni chiqaraylik aslida. Bu yerda shuni biz o'ylashimiz kerakki, mana shu endiki ma'lumotga Xitoydan chiqargan chaqiriqni, ma'lumda. Shu ostida Xitoylar bilan birlikda bu faoliyatni o'rinlashtirgan Xitoy konsulxonasi bosh bo'lgan bilan ostidagi jamiyatlarga qarab boqadigan bo'lsak, Xitoylar bilan birlikda osti chiqmay qolibdi bu yerda. Shu Turkiyada faoliyat qilayotgan nomussiz Uyg'urlar tarafidan qurilgan ba'zi jamiyatlar var bu yerda. Shu millatimizning ichidan chiqqan manqurt bo'lib ketgan nomussizlar birlikda o'rinlashtiryapti. Yani qaysi holat ekanligimiz aslida bu nomussizlarni 3 jamiyat var aslida. Ko'pinchisi butunlay, ba'zi butunlay Uyg'urlar qurgan tashkilot, mesela Uyg'ur ish odamlari sanoat jamiyati yani. Bu nomussizlar hozirgacha mana shundaq bu tajovuzchilar bilan birlikda harakat qilib, Uyg'urlarning hech qanday bir Xitoyning irqiy qirg'inchilikka uchirmaganligini Turkiyada buning tashviqotini qilayotgan nomussizlar. Bunu birdamdekin doktordan so'raymiz, tashkilotlarning ojiz keldimi bu yerda tegishli o'zining ustiga tushgan vazifalarni ado qilmadimi, buni albatta so'raymiz dedi. Ikkinchi xabarimizga o'tib ketsak, Xitoy atalmış terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'inini Sharq Turkistonda o'tkazdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta yaqinqi bir qancha yildan buyon shunga o'xshash cho'ng turdagi yig'inlarni Xitoy bizning vatanning, mayli Urumchi bo'lsin, Qashqar bo'lsin, bunda vatanning har qaysi shaharlarda muhim xalqaro yig'inlarni o'tkazib, bu yerda ham yig'in o'tkazish bilan birga bu Sharq Turkistonning qanchalik taraqqiy qilganligini, Xitoyning tildagi Xinjiangning atalmış qanchalik taraqqiy qildirayotganligini, terrorlikni qanday yo'qotganligini, butunlay ming ta'tir tashviqot faoliyatining markaziga aylantirganligini hammamiz bilamiz. To'xtovsiz davom qilyapti. Bu eng oxirgi qitimqi bir faoliyat, eng yangi o'tkazilgan faoliyat 2026-yillik terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'ini o'tkazdi Xitoy bu qitim. Eli viloyatiga o'rinlashtirilgan bu yig'in bu yerda o'tkazilgan. Mazkur yig'inga Xitoy bilan quyuq aloqa saqlab kelgan bir qism davlat va tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Sharq Turkistonda saxta tashviqot organi Tangritog' va boshqa Xitoyning kanallari buni bas-basda albatta har qitimqidek buning xabarlarini har xil tillarda taqatdi. 4-avgust terrorizm yangi xirisiga taqobil turish, davlat mas'uliyatini kuchaytirib xalqaro birikma kuchini mujassamlash boshlaymisidagi terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'ini vatanimizning Eli viloyatida o'tkazilgan. Arab Birlashma Xalifaligi, Rossiya, Afrika ittifoqi qatorliq 24 davlat va tashkilotlardan kelgan 100 dan ortiq kishi bu yig'inga, muhokama yig'iniga qatnashgan. Yuqoridagi suratlardan ko'ra olasizlar. Hammasiga mikrofon tanlab berdi Xitoylar. Ashning fikrlarini elib, atbugun hozirdan boshlab bo'ldi. Hammasini parchalab har xil tillarda taqdirdi. Chunki ularning hammasi chaqirib kelgan, bularning hammasi so'zlaydi o'zlarining tillarida. Voy biyozik taraqqiyotni andaq qilib ketibdi, mandaq qilib ketibdi. Nihoyat yaxshi ish qilyaptilar deb hammasi og'z-og'izga kelmay degan bu so'zlarni parchalab butun tillarda taqdirdi. Ta'tir tashviqotning qanchalik kuchlik elib berilayotganligini ko'rib olamiz, qarab boqaylik. Xitoy amaldorlari bo'lsa, yig'inda Sharq Turkistonning Xitoyning atalmış terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugatishdagi oldingi saf bazi ekanligi, uda 9 yildan ko'proq vaqtdan buyon zo'ravonlik, terrorlik voqeasi yuz bermaganligi, Xitoy terrorlikqa qarshi turish tajribasi natijasini to'liq ham baharlab, terrorizmning tahdidi va xirisiga o'rtaq taqobil turishni xohlaydiganligi haqida bildirdi. Yangi so'zlarmi bu biz uchun? Asla. Yani her daim Xitoy bunu devatmamdı. Ya sen numussiz tajovuzchilar, sen bu xalqning ya odatdagi tavus satadigan oshpaz Navoiyning kichik mishinchilik pichiqini zanjir savagan qo'rqinchoq numussiz tajovuzchilar. Sen bu vatandan nimani kutyapsan? Sen bunchilik qilib qo'yib, hamma tarafdan temir zanjir bilan qoplab etib, xalqning uyida ishiltadigan pichoqlarini butunlay kod qo'yib,
Onun kendinden 9 yıldan buyan bu yerda terörlük hücumu yüz bermedi. Sen bunundan mı maqtanyapsan yani? Bu maqtandığan iş mi? Ya bu derecede nomussuz bular ya. Oylap bakaylı yani. Senin galiben mi bu yani? Elbette diye gap qilsak nurg'un gap bor bu nomussuzlarniki yani. Aslida yüzü inson bo'lsa bular yüzü chimildaydi-ku bu gaplarni qilishdan burun. Bu yerdagi xalqning sana o'xshash ishg'oliyatchi hokimiyatga qarshi elib borgan har qanday harakati, mayli pichiqi bilan bo'lsin, mayli paltisi bilan bo'lsin, sana ishg'oliyatchiga qarshi chiqqan narsaning hech biri terrorlik emas aslida. Dunyoning hech bir yerda terrorlik deb qaralmaydi bu narsa. Sana o'xshash ishg'oliyatchiga qarshi xalqning o'zining kuchi yetgan miqdorda qarshi chiqishi, sizning jinoyatingiz, zulmingizga qarshi chiqish bo'lib hisoblanadi. Butun dunyo qonunlarida bu shunday. Ammo sen butunlay oqni qora qilib, haqiqatni butunlay burmulab, ya sen ishg'oliyatchi bu yerda. Bu xalq, bu yerdagi xalq vatanning egalari. Bularning hamma narsasini milyonlagan insonni solab yo'qitib, erlarining nurg'unlarini yo'qitib, kichik bolalardan tortib maktabga akirib olib, endi qo'p nomussizlarcha 9 yildan buyon bu yerda hech qanday voqea yuz bermadi, terrorlik hujum yuz bermadi. Voy nomussizlar. Uyg'ur tadqiqot instituti dal shu muhokama yig'ini haqida bir analiz maqolasi e'lon qildi. Maqolada bu qatimliq yig'indan amaliyotda Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi siyosatlarini xalqaro sahnada qonunlashtirish va G'arbning tanqidlariga taqobil turish uchun tashlagan eng chong diplomatiyalik qadamlarining biri hisoblanadiganligini, Xitoyning yillardan buyon Xitoy bilan bir saf turib Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlashga hassa qo'shib kelgan Dunyo musulmon jamiyatlar kengashining yig'inga muhim mehmon sifatida qatnashtirish orqali Sharq Turkistondagi diniy bostirishlarni asabiylikka qarshi turish niqobi bilan qaytadan pardozlab chiqqanligini ta'kidladi analiz maqolasida. Ma'u Dunyo musulmon jamiyatlar kengashi degan bu ilgirki asli soni biz istiqlolda qanchalar qaytam berdik. Bu markaziy Dubayda bo'lgan Arab Birleşmiş Halifaligi. Ammo islom dunyosida hech qanday e'tibori yo'q, ko'p axlat bir jamiyat deylan buni. Bağın o'z vaqtidagi qanchalar qatam apadi, Raqib Timurniyaz bilan ko'rishtirdi uning raisini. Aşağıda undan keyingi faoliyatlarda qilgan so'zlarni hammamiz bilamiz. Ya'ni amaliyotda bu tashkilotga a'zo bo'lgan insonlarni o'z jamiyatida e'tiborga ilinmaydigan, tunilmagan, ashundaq axlat insonlar hamdi. Ani chunki Xitoyning depini chepirdigan ahmoqlar bo'lganligi uchun uni alohida mehmon sifatida chaqirib, bu yerda yana bir ko'z bo'yamchilik o'yini o'ynadi Xitoy hamdi. Maqolada yana muhokama yig'inining Eli viloyatiga o'rnashtirilishning orqa ko'rinishi analiz qilinib, Elining chegara rayoniga joylashganligi, Turkiston Jumhuriyatlariga ishlangan muhim chegara eg'iz ekanligi, shundaqla atalmish terrorlik qarshi turish nomidagi bostirishning nuqtaliq rayonlaridan biri ekanligi, chunki chegaraga yaqin bo'lganligi uchun ham Uyg'urlarimiz intayin hammamiz bilamiz Eli viloyatini. Xitoy chegara rayonining muqimligini saqlashni ishga oshirganligini da'vo qilish orqali bu yerda çünkü ko'z bo'yamchilik qilib, qo'shni Turkiston Jumhuriyatlariga va savdo sheriklariga Sharq Turkiston muqim bo'lsizlarga kildigan savdo liniyasi bexatar bo'ldi degan signalni berishga uringanligini ham bu analiz maqolasida o'ttirga qo'ygan Uyg'ur tadqiqot instituti. Xo'sh, buning tafsilotini hali suhbatlashamiz doktor bilan. Bu haftadagi muhim xabarlarimiz var yana bir qancha. Onu bir ko'rib o'taylik. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio televiziya ziyoratini qabul qilganda, Fox televiziyasining ziyoratini qabul qildi. Bu yerda qilgan so'zda albatta nurg'un temalar suhbat bo'ldi temada. Shuning ichida bizga muhim bo'lgani Xitoy dunyodagi eng qudratli davlat bo'lishini va buni Amerikaning ziyni badaliga ishga oshirishni nishon qilmoqda. Ammo biz bunga yo'l qo'ymaymiz, dedi. Türkiye Asosiy Qonun Sud Mahkamasining boshlig'i Qodir O'zkaya Xitoy ziyorati jarayonida Xitoy Oliy sudi vakillari bilan ko'rishib, qonun, raqamlik o'zgarish, sun'iy aql va adliya hamkorligi masalalarini muzokara qildi. Xitoydagi bir nomussiz Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan jinoyatlarga bir taraf tursin, o'zining xalqiga
Dünyadaki en adaletsiz bo'lgan bu rejim bilan adliya qaysi sohada hamkorlasha? Buni yana suhbatimizda so'raymiz doktordan. Yana xabarimiz kelsak, Yaponiya yangi davlat mudofaasi aqtashlik kitobida Xitoyni eng chong strategik tahdid deb bekitgan bo'lib, buni bekitgandan keyin Xitoy albatta o'tirolmaydi ham. Yaponiyaning har qanday bir bayonoti, qanchadan qatim har haftagidek chiqib o'tadi bunga o'xshamaslar. Xitoy mudofaa ministrligi darhol chiqib chiqib bu yerda Yaponiya hukumatini harbiy kuchini zo'raytirish va qaytadan qurollanish uchun Xitoy tahdidini bahona qildi deb aybladi. Ya'ni bilingan Xitoyning ushuqligi bilan Yevropa İttifaqı Xitoy shirkatlarining Turkiya va Marokashda ishlab chiqarish orqali Yevropa İttifaqı bozoriga texmi oson kirishidan va tamojna to'solg'ularidan o'tib ketishidan ansirayotgan bo'lib, Yevropaning savdo siyosatlarini qaytadan shakllantiradigan bir davrga kirganligi ta'kidlanmoqda. Xitoyning yillardan buyon shu g'arb davlatlarini ham Turkiyani shu butunlay qandaq savdo jihatda to'kma qilib bu ya'niki vayron qilayotganligini bilamiz. Xilma-xil tadbirlar elinayotgan bo'lsa-mu, Xitoy yana yo'chiq izlab Turkiyaga zavod qurib yoki Marokashga degandek bu yerda xabarning tafsiloti nurg'un masalalar va nihoyatda cho'ng tipdagi zavodlarning allburun qurilib, shu yaqinda ishga tushirganligi. Chunki bu yer orqali Yevropaga bemalol kirish masalasida, ya'ni ko'z bo'yamchilikda ham Xitoyning bu yerda Xitoydan bevosita kelsa kirgizmagan ekan yoki yuqori tamojni beji bo'lgan ekan. Buning o'xshash yedimikirlarni Turkiya Yevropa İttifaqı buni his qilib, yangidan bir buni qayta qonunlarni tuzish masalasiga kirayotganligi haqidagi bir xabar bo'ldi. Pokiston armiyasi harbiy va ma'muriy xodimlarining rasmiy aloqada WhatsApp appdetali ishlatishdan Xitoyning WeChat appdetaliga o'tish haqida buyruq tushirgan bo'lib, Pokiston taratqullarining xabarlarida bu qarorning g'arb tor supularidagi tor bexatarligidan, sezgur ma'lumotlarning oshkorlanib ketishidan ansirash sababli chiqarilganligi bildirildi. Bu nima degan, ya'ni hem tragediya hem komediyada hamdi bu. Yani nimadan Xitoydek bir rejimninki sen bexatarligidan ansirasan, WeChatga muhtoj bo'lamsan, o'ylab boq. Yani bu normal davlat armiyasi emas, yani Pokistondagi atom davlatiga ega bo'lgan bir davlat aslida o'zining ichidan rasmiy xodimlaring, askarlaring aloqa qiladigan bir appdetalni yasayolmaydigan darajada ojizmisan yani. Xitoyning WeChat masalasining yeningdagi dushman Hindiston, WeChat va Xitoyning TikTok nurg'un yuzlagan appdetalning hammasini butunlay ishlatishni chekladi sandim. Bexatarlik masalasi sababli. Sen ham Hindistonga muxolifat qilish uchun qilyapsan buni yoki? Yo'q, sen ansirayotgandan mingasi ortiq ansirishing kerak bo'lgan WeChat, yani insonning haqiqatan yani bu xabarni o'qiganda kulgisi keldi ham deyam. Bu nima degan ahmoqlik deb. Ya bu darajadagi ahvolga tushib qolamdi inson deb, bir davlat yani. Bir inson bir shirkat tushib qolmadi bu ahvolga. Kulkilik masala. Amerika Mudofaa Ministrligi Rossiya va Xitoy bilan yuz berish ehtimolligidagi to'qinishlarga qarshi qisqa musofirlik taktikalik yadro qurollari ishlatishni markaz qilgan yangi bir strategiya tayyorlayotgan bo'lib, bu planning necha 10 yildan beri davomlashayotgan yadro siyosatini tubdan o'zgartirganligi bildirilmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, yana Türkiye, Saudiya Arabiston va Pokiston o'rtasida rayonlik bexatarlik qurilmasini qaytadan shakllantiradigan tarixiy Makka o'rtaq davlat mudofaa kelishimi tunugun imzolandi. 7 avgust imzolandi qadrli ko'ruvchilarimiz. Buni albatta to'g'rimizdan bildik. Bu kelishim bilan 3 davlatning har qanday biriga qartilgan qurolli hujum butun 3 davlatga qartilgan hujum deb qaraldi. Hozirdan boshlab butun shu davlatlarning rasmiy axborotlarida nurg'un masalalar, suhbatlar o'rnashtiriladi. Buningki kelgusida qanday ta'sir ko'rsatganligi, buni suhbatimizda suhbatlashamiz. Xitoy rejimi Xitoy boylarining dunyo miqyosidagi mol-mulkini, kirim manbalarini taftish qilishga boshlagan bo'lib, 2000-yildan hozirgacha bo'lgan hisobotlar nishonlangan mazkur tekshirishlarda ba'zi kishilarning banki hisoblarining to'lib qo'yilganligi bildirilmoqda. Buni yana tafsili to'xtalamiz. Bugünkü xabar tug'ildim. Agar doktor kirgan bo'lsa, boshlab ketsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam.
Doktor, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Sizlar davet qilganinglar uchun men rahmat aytaman. Rahmat. Doktor, nolsa boshlab ketsak, bugun albatta oldi bilan shu Xitoyninki 7 avgust İstanbulda Uyg'urlar eng ko'p o'tirishgan rayonning, ya'ni ishkimizning bu sug'imizning oldiga kelib, bu yerda numussizlarcha albatta Xitoyninki yaqinqi yillardan buyon har xil shu Uyg'urlarning ichilma parchalash, Uyg'urlarni ovlash, o'ziga keltirish uchun xilma-xil yillardan buyon to'xtatib qo'ygan bu faoliyatlarni qaytadan bajaradiganligi haqida tashviqot qilib kelyapti. Bu qatimda vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash, kerakli hujjat materiallarni naq maydonda ta'minlash qatorliq narsalarni qilamiz deb o'sha haftaning ichida bu chaqiriqni e'lon qilgandi. E'lon qilgandan tunugun ham o'tkazilgan bo'ldi bu nimaga. O'tkazilgandan keyin bu yerda 3 Uyg'ur yosh biyaga noroziligini bildirish uchun borgandan keyin bu numussiz Xitoylar bu yerda gap qilgan Uyg'ur yoshninki sinig'i elayotganisi 7-8 Xitoy kelib, yupurilib kelib, urib, zaxmlandirgan bularni. Ya'ni bir oldi bilan shu faoliyatning shunday o'tkazilishi, faoliyatda tilga olingan mazmunlar Xitoylar bu yerda ham bu faoliyatga qatnashgan o'zininki bir kishilik norozilik bildirish huquqini ishlatgan bularga numussizlarcha yupurilib kelib hujum qilishi, mushu darajada beshamni qilolashga olib jarayon. Bu nima uchun shunday qilyapti Xitoy? Bu haqdagi fikrlaringizni beramiz. Xitoy urumdan tatiplar Şarkı Türkistan davasınınki muşu ideoloji merkezi Türkiye bo'lganligini Xo'sh. Çakala pilotatdı. Ondan başka nüfus cetimi, yani Şarkı Türkistanlık bulup nüfus cetimi bir yerde köp bo'lganligini ve şundakla Türkiye cemiyetinde nurgun adamlar muşu Uygurlarga yasarçılık kılıvatkanlığını mı biliyordu. Şununla bu Xitoy üçün Türkiye moyum, yani bulup Şarkı Türkistan'ın xavfsizligi üçün Türkiye'ninki bir moyum yeri var. Tabii başka moyum taraflarına var da. Şununla bu Türkiye'de Uygurlarınki tesirini azaltış ve şundakla Türkiye'de bu ticaret yoluyla, iktisat yoluyla Türkiye'de Türkiye'deki ameldallarını ve münasebet adamlarını özüge tartış. Kılıp geldi. Burundan tartıp şu Xinhua Ajansı bile, Türkiye'ninki Anadolu Ajansı bile ve şundakla TRT, Türkiye Televizyon Radyo bu idaresi bile bazı kilişimler boğan. Yani birbirisininki xavrini işiltidigan. Fakat Türkiye'de bunu pek işiltip ketkenini görmedik hem de. Xitoy ondan başka miyada Türkiye'de bir TV'mi kurdu, yani televizyonu kurdu. Onunla tırışıp, gayret gösterip, tesir yetkizip tırışıyordu. Şununla bu Türkiye'de ki şu Xitoy'nın ki meyli diplomatlar olsun veya diplomat okşaydıgan adamlar olsun veya şpiyonlar olsun, Türkiye'de bulup şu İstanbul merkezli yerde Uygurlara karşı bir faaliyetleri ve bir siyaseti var. Türkiye'nin ki İstanbul'un ki çok şehir belediyemiz var, büyük belediye. O emeldarlarıyla ve küçük rayon şehir başlıklarıyla görüşüp şu tesirini yaratışka tırışıp gelgen. Şununla bu meyli Şarkı Türkistanlıkla kaysı devirde, kaysı vakitte, kaysı zamanda bir namaş kısa bunun naydı rahatsızlık buluvadıdır. Bu bir vazifeni ilip Türkiye'ye geçke merkez hükümetine yüzüne köz düşü için bazı faaliyetlerini tosaşka tırışıyordu. Soçsamıqanlarını azırmış bəgən misallar oxşaş urduğan, salıdığan bir işlerini qilishga başladı hemde. Burun Xitaylar tatınıp, çekinip duradı. Hazır demek ki bir yerlerden cesaret alğan boz gerek. Yani Xitay'nın ki bu zoravanlıkla bir xil terör faaliyeti bu. Bir cetten
Şərq Türkistanlıqlarını çağırışqa tırışıyotsa, bir tarafda teşkilatlarının reislerini yalğızlaştırışqa tırışıyotsa, yani bir cihetten yüzanga bazı adamlarını, yani teşkilatların içinde bazı adamlarını yüzanga tartışqa tırışıyotsa, yani demek ki Xitay her xil usluplarla Mişe'deki, yani İstanbul merkezli faaliyetlerine tok tutuş, yok tutuş, hatta bolsa şu dernek vakıflarını hemini yiptişqa tırışıvadı bu. Şunga bunundan kim belki tekimi bazı ilimlikleri bile, bazı yipik, bazı usluplar bile bu dava kılvatkan şahsı olsun veya teşkilat olsun, bunların üstüde tekimi çıkarak faaliyet ilip bardığın dekmi oturdu. Hoş. Hoş, hoş. Hakikaten doktor, yani bu Xitay hazır yıldan yılga mesela ötkende Gollandiyadaki yalğız kişi namoyish qilgan Abdurim efendimmi qanchilgan qitim shu faoliyat qilganda sorunda Xitoylarni yupurilib kelib, ne bu Xitoyning diplomatlaridan, ne bir diplomatning axloqi, ya sen başka bir devlette senin hizmet qilish chek-chegaraing belgilanganda hamda qonun bo'yicha sen qila oladigan ishlar va qilinmaydigan shu. Hem bunun ustiga bu namoyish qilganlar mayli Yevropada olsun, mayli bu Türkiye'deki bu 3 yaş olsun, Türkiye puhrası, yani senin puhrayın emas. Sen bu yerda en köp qılalaydigan iş, en çoğunu qılalaysan, saqchiga ma'lum qilsa, saqchi o sorundan olib chiqib ketadi hamda. Ya bunchalik axloq mı yok, bu derecede numussizlarcha, yani yovuzlarcha yupurilib kelish, yani bu guylar bu hamda bu diplomat mı yoki shu ko'chadan Xi Jinping'ninki qaroqchi guruhining ko'chadagi mafiya deydi-ku madimda. Mafiyalar mı bulamdı, nima hamda sizcha hamda. Bu derece bununki elbette Türkiye dairli tarafından Türkiye'nin bir cezasına uçuraydigan bir işini bu oylamam da mesela Xitoyda bunu. Hem de ma diplomatlarınki turvatkan devletler aşı devlet taraftan kovduğunudu. Hem de bunlar diplomat boğaşka bulağa çekiniş hakkı bulmaydı. Hem de kanda vaxtıda buludu degende Türkiye'ninki meyli siyasi, iktisadi ve cemiyet hakkında menfaatlerge tokungan vaxtıda Türkiye onu tedbir alalaydı. Ya kovlap çıkırıyordu, ya ki agalandırdı, ya ki Xitay'ınki Taşqi İşler Ministri, yani Türkiye'nin Beijing'de turaklık elçisi vasıtasıyla Xitay'ınki Taşqi Ministrliği arz kıldı hem de. Normalde bulağı şu safçı taraftan bir narsa qilish pek qiyin bo'ladi. Bu xalqaro qonunda bu qabul qilingan bir cheklama hamda. Yani bu nima uchun bu qaroqchilik qiladi deganda, birisi shu Xitoy reisi Xi Jinping bundan 7-8 yıl evvel shu diplomatlarga bir talimat bergan. Yani sizler küreşni kılınla, korkmay. Ve küreş kılışını ügününla. Ve küreş kılışta ustalaşınla depçir. Şununla Xitay diplomatla aşında eşedi bir işlerini kılışkı başıldı. Şununla bu garip devletler, bu Xitay diplomatlarının ki bu hıl eşedi davranışlarına uruş böğrüsü de bir lakam koydu. Çünkü Xitay'da bu uruş böğrede bir iki kino işleyen. O iki kinoda hem de Xitay'ınki inavetine, gururuna nihayet yüksek bir seviyeye ekip koygan hem de. Hoş. Tamamen propaganda bir teşvik bir film hem de. O filmin ismi şu uruş böğrüsü de koygan. Şununla bazı şu Xitay diplomatının kılvatkan şu kılmışlıklarını şu isim bile yani bu uruş böğrüsü deydiğen isim bile takıgan gep bulağa. Ama başka devlet bolgan bolsa özür diletti, apu sorattı ama Xitoydaydı biz mışındaq deydi. Biz özümüzün menfaatini qoğdaş üçün kolumuzdan kelgen her qanday işini qılımız deydi. Yeri kelgen çağda xalqaro qonunni kötürüp çıkıdı. Yeri kelgen çağda xalqaro qonunuma ayak astıga alırdı.
Xoş. Şununla bu Xitay'ınki bu ananesinde Meyli Mançur İmperiyası olsun. Bunlarda bir diplomasi degen bir an yok. Diplomasi yalğızla en başta çetelliklerini aldap saldap göz boyap yolga silişti. Hazırkı komünist Xitay bağ vaxtıda nim oldu degende özününki menfaatini qoğdaş üçün Xoş. xalqlarını aldap saldap pomlap qilishimdi. Çünkü Xitay'ınki şu siyasi medeniyetinde xalqni aldap menfaatga erişiş bir kabiliyet. Xoş. Bu eyip emesendi. Bu semavi dindegiler bunu eyip deydi hem de bu yalgancılık işini. Xoş. Xitay Müslümandan acık payda eyip git vardı. Ondan kim bu Xitay'dan başka nurgun devletler köpü hem de dünyanın iki devlet demokrasi tüzümde. Demokrasi tüzümde hem de şu şiddet yoluna müracaat kılmaydı. Yolu bile, siyasi yolu bile meselelerini hal kılışkı tırışıdı. Çünkü ben xalqni urib qo'ysam, bular meni urmaydi. Ben bularni tillab qo'ysam, bular meni tillayamaydi. Yolg'izlar qonun bunu dedi. Yoki siyoset bunu belgiledi deydi. Ben urvaldım, tilvaldım, ilvalganni ilvaldım deydigan bir psixologiya bizden bir düşünce var. Bununla bularni şu xalqaroning axloqiy seviye bile ölçeş bence doğru bo'lmaydi hamda. Buni shu o'zininki Xitoyninki siyosiy medeniyetinde bağ bo'lgan ashundaq ilmiy kirlarni, yomon narsalarni yezib pash qilib dunyoga to'ntish kerak deb o'ylayman. Xo'sh. Xoş. Endi eng ichinishli masala şu Xitoyninki konsulxonasininki e'lon qilgan bu shu da'vatiyamiz chaqiriqdimi? Aslida bu Xitoy konsulxonalar birlashgan bir qancha jamiyat var. 3 jamiyatninki. Mayli o iş kadınları mesela ayol ticaretçiler cemiyeti olsun ve yıllardan buyon Uyg'urlar tarafından qarg'ishga uchrab kelayotgan bu Uyg'ur ish odamlari sanoatchilar jamiyeti olsun. Bular bağımdı. Bu numussizlarning hamda her daim Xitoy bilan birlikte bu tajovuzchilar bilan birlikte harakat qilayotganligini bilamiz. Bu albatta Uyg'urlarning yuziga hakikaten içinişli bir meslemdi bu manqurtlarninki bu şekilde tajovuzchilardan birlikte harakat qilishi. Hem de işinin bir tarafı bu. İkinci bir tarafı onluğun teşkilatlar var. Sizce de şunda bir faaliyetinin ki bizim bu soğumuzda ötküzülüşüge onluğun teşkilatlar çok kölemlik namayişlerini orullaştırıp şunda bir numussuz hareketinin hatta bu yığının içilişini mi tutup kılış teşkilatlar aslında güçlük bir hareket kalması kığılı tamamen buluşu mümkün bu işin. Mesela sizce teşkilatlar bir yerde bir kıl susluk var mı ya ki bunu bek mühim dep qarmadınız siz bu qana qaraysiz bu meselege yani? Bence teşkilatlarda bir acizlik var dep görürüm. Bu acizlik yalğızla iqtisadi, insan küçüğü bu emas. Şundaqla ma'u xalqaroning vaziyati geçip Türkiye'de mi shundaq Şarq Turkiston meselesiga sal qaraydigan adamlar ve bu Arab dünyasıga yoki Filistinlarga ko'proq ahamiyat beradigan adamlarning soni ko'paydi Türkiye'de. Xo'sh. Shunga Türkiye'deki teşkilatlar abaqa degan acizlik bilan birlikte Türkiye'nin şu cemaatini, teşkilatlarını hareketga salamaganligini, ularni ta'sir qilamaganligini mi ko'rsatdi bu yerda. Bu siyaset degandan ayrı qiyin bir narsa, bir sanat hamda bu. Bu sanatni usta adamlar qilish kerak. Usta bo'lmagan adamlar bu sanatni ip boramaydi hamda. Shunga bu burunqidek, misolga 2022dan avvalgidek o'xshash bu teşkilatlar bir güçlenmiş lazım. Hem sosyal medyada hem de uçuk medyada bizning ta'sir kuchini yaratish lazım. Hem Türkiye'de Şarq Turkistonliklarga istarchilik bildirayotganlarni tashkil qilish lazım. Hem de hükümet bilan bo'lgan munosabatni, meclis bilan bo'lgan munosabatlarni ve başka dernek ve vakıflar bilan bo'lgan munosabatlarni kuchlantirishga to'g'ri keldi. Çünkü Xitoy burunqi qarag'an chog'da abaqa degan bu
konjonktürel atmosfer bu Uygurlarga, Şərq Türkistanlılarga biraz menfi bir ahval yaratılıp kaldı. Xitay bunundan faydalanmadı. Ve Xitay şundakla nurgun Türklerini apırıp ularga bu teşvikatını kılıp kolga tutquz koygan teşvikatını ilip Türkiye'de teşvik kılışqa tırışıvadı. Bular gazetelerde, sosyal medyada, hatta videoda, YouTube'da bular yayın kılıvadı, yani ilan kılıvadı. Muşnun karda misalga aşı bahalaş deyilgan yerler buldu o. Eşerlerde hiç olmasa eşerlerde tenkidi nime sözlerine düşergen oylagan sözlerine yazıp hatta Türkiyeliklerine bunu teşvik kılıp teşkil kılmak lazım. Yani eğer de Türkiye'de hem sosyal medyada hem uçuk medyada cemiyette eğer de muşundak bir mucumga uçursa Xitay bunchilik küçülüp ketmeydi. Bunchilik bop ketemeydi. Burunqadaki tatınıdı. Ama şundak bir acizlik hem vaziyet hem teşkilatının yüzünün acizliğinden şuna bir ahval yaratılıp. Yani bu ahvalga sel qarmaslık lazım. Xitay bir sözlep ötep gidiyordu demeslik lazım. Çünkü bunlar bir kadem. Kademiga koşup kadem olsa yani tamla köle oludu deydi o sunu. Şuna okşaş kadem kilvadıdı. Şununla bu hazırdan başlapla bununla ciddi karaş ve her Xitay'nınki faaliyetlerine karşı bir tedbirlerini ve planlarını, taktiklerini terakka kıldırış lazım deb oylayman. Hakikaten doğru dediniz doktor yani. Bence hakikaten bu bizning işimizden çıkan bu manqurtlashib ketgan nomussizlarmi aslida mush faoliyat masalan 2 yerimde o'tkazilgan bo'lsa 12 da u yerda yuzlagan minglagan Uyg'urlar yig'ilgan bo'lsa bayroqlarini ko'tarib vijdonni hamma narsasini satgan Uyg'urlarmi yig'in maydoniga kirolmaydi-da. Onda bir çünkü jamiyatdagi insonlarning u yerga yig'ilgan bir demisdim bu azroq bo'lsin nomus qildi hamda yig'in maydoniga kirishi. Yığınını mı ötküzenmeydi? Hem bunda 3 Uygur bir yerde hücumga mı uçurayanmaydı? Çünkü teşhidi yüzlügen insan çıkan olsa bir yerde Xitay ancımıcı ensireydi bunun da bir köçtetti Xitay. Bu 3 Uygur mu onda bir hücumu uçurmagan bo'ldi. Bence yalnız kaldırıldı bular yani. Hakikaten bu teşkilatlar ciddi bazı meselelerni uyg'onmasa bu meselelerni kuchli bir harakat qilish shunda bir chaqiriq chiqib bo'lguncha buning oldini oladigan harakatlarni qilish nuqtasidan menimcha jiddiy o'ylanish kerak bir harakat plani tuzish kerak deb qarayman. Xo'sh, endi ikkinchi bir nimaga kelsak, Xitoy bu muqaddam endi yillardan buyon shu xalqarалық cho'ng yig'inlarni bizning vatanda, Urumchida, Qashqarda, u yerda o'tkazib kelyapti. Bumi bir ta'til tashviqotninki bir turi sifatida davom qilyapti. Bu qatim Eli viloyatida 2026-yillik terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'ini. Eng chong terror davlati bo'lgan bu Xitoylar bu qatim bu yerga 4-avgustda terrorizm yangi xirisiga taqobil turish, davlat mas'uliyatini kuchaytirib xalqaro birikma kuchni mujassamlash baş temasida şu Arab Birleşme Halifaligi, Rossiya, Afrika ittifoqi qatorli 24 davlat tashkilotlaridan kelgan 100 dan ortiq mutaxassislarni chaqirib bu yerda bir yig'in bir çançıl oynadamdı bu yerda. Siz bu yig'in qanday qaraysiz? Chaqirilganlar haqida bo'lsin, yig'inning bu yerda Eli viloyatida o'tkazilish nuqtasidan bo'lsin. Hem sizningki Uyg'ur tadqiqot institutimi bir maqola, analiz maqolasi e'lon qildinglar. Bu haqdagi fikringizni olgan bo'lsak. Hem de bu Xitay Şərq Türkistan'da ırkı kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet işledi. Bütün dünya bunu bilip gitti. Birleşken Devletler Teşkilatı bunu delil kılıp doklatını ilan kıldı. Nurgun devletlerde mi münasebetlik bu nimeler kanunla ve beyannamelerini mi ilan kılan oldu. Dünyadaki çoğun İnsan hakları teşkilatlarının kimi nurgun doklatları var. Hemsini çıkıp kelsek Xitay'nınki Şərq Türkistan'da ilk bağın bu zulüm siyasetini baş kılıp ve bunu kanuni cihetten yani halkara kanuni cihetten bunu ırkı kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayet işledi de oldu. Xitay bundan biraz tatındı. Ama bunu pakizlaş için, yumak için
keyingi yillarda bo'lib 2022'den keyin chet elliklarni har xil odamlarni davet qilib, chaqirib, ularga so'zgizib, ba'zilarini pul bilan, ba'zilarini shu Xitoyga amroq bo'lgan odamlarni alayda tepib, ularni yaxshi kutgandan keyin ularni yaxshi gap qilib, shu oqlashga tirishib keldi. Bu bir. İkincisi, bu Şərq Türkistanlıqlar, yani vatan, millet devatkan davasını kılvatkanlar, aslında bunlar terörist. Biz aslında şunda Şərq Türkistan'ı güllendirip bəsəkmə, bizge minnetdarlık qamay, yani bizge karşı şu terör faaliyetine elip bir vatıdır. Biz bu şu cemiyetin ki mukumluğunu, Şərq Türkistan'ın ki xavfsizliğini qoğdab qilish üçün bularga qattiq tedbir ilib bardik bu teröristga. Ve bu teröristler bir günde, iki günde tugab ketmaydi. Bunu devamlı muşunda tedbir ilişkiye doğru keldi. Ve bunu aqlash üçün muşunda habersiz degan yig'inlarni neçisini içip oldu bugün gece. Xoş. Yani Şərq Türkistan'da bu üç güçler degan güçler, bunlar teröristtir, bunlar Otur Asya'da, Otur Şərqdə, bunlar şu insanlığa ziyan verdi. Bugün Xitayga bəzi sizlərimiz ziyan verdi degandek, aşında gaplarni şu kelgan, yig'inga kelgan, mayli mutaxassis olsun, mayli jurnalist olsun, muşlarga sindirib, muşlarning eg'izida degizib atadi. Çünkü bu teşvikat moyun bugünkü şu 21. asırda teşvikatın rolü bağın seri güçleniyordu. Yani bu kim eğer de mantıklık bile özününki məqsədini düşündürələydiğən ve məqsəd mənfəətini qolga düşürələydiğən nima yağan yapılar olsun, nima teşvikat işler olsun, bunu həmini deydiğən oldu. Ama bu Şərq Türkistan meselesini, Xitay meselesini yaxşı bilmeydiğen adam bunun işini işengenden keyin çoğun devlet bulup 5000 yıllık medeniyet tarihi bolgan bir Xitay bunda yaman işlerini kılmaydı, aşı Uygurlar eski kedi. Halbuki Xitay'nın ki Şərq Türkistan'da ilip bağlan siyasetinin, o zulüm siyasetinin bir inkası Şərq Türkistanlıklarının kılmatkını. Hem siyasi cette hem de bu şiddet yoluyla, kurallık yoluyla tıkan olsa Xitay'nın ki siyaseti sebeptir. Uygurlarının ki inkası, Şərq Türkistan'ın kartı vergen inkaz, reaksiya o bir neticedir. Xitay neticene sebep kılıp dünyaya tontuşku tırışıvadıdır. Şundaqda bunda yığın, yani yalğızlı bir yığın emas. Bu yığında şu arkada görüngen nurgun resimler var, nurgun aşında tep bağan piçaklar var, paltı var, bu nimelerinin üstüne. Yani muşundan nəzlərlər qıldıydı. Ama biz Xitay deməkçi bu, Xitayın ilip bağan, yani özünün ilip bağan bu şiddet siyasetini 49'dan beri ilip gelgen bu bisim siyasetini bir yerde depenmedi. Diyen nerse hem de biz ya bu bulağa dini cetten, siyaset cetten, iktisat cetten her sahada hatta medeniyet cetten bulağa nurgun imkanını peyda kıpırdık. Ama bula yine terörist faaliyetlerini kılıvatıdı. Şununla biz her daim teröre karşı çıkış lazım. Bununla birlikte bizimki teröristlerge karşı ilip bağan tedbirler ve siyasetler bir tecrübe bulup sizlergimi tanıştır bireyle sizlerimi bunu işiltanlar deyip bunu teşvik kılmadıdır. Ve bu kelgen mütehassisler, yani terör mütehassisler bu gaplarni anlap özünün devletinde mi bularını değiş mümkün. Ve Xitay'nınki Şərq Türkistan'da bütün şu bu kamera bile yüz tonuş degandek, kanlarını elip DNA'larını ügünüş degandek. Muşu nərslərini mi bazı devletlerine teşvik kılıbatı demdi. Bugün Otur Asya'dan İran'gıca hatta Türkiye'nin bir kısmı yağımı Xitay'nın muşu teknoloji kılıbatı demdi. Hem de Xitay Şərq Türkistan'da tapan bu tecrübeni
başqa dünyagıma to'ntib qilyotidi. Hamda bu to'ntishni bir yaxshi, chiroyli, shirin ko'ringan bir ilmiy yig'in bilan o'shirish lozim. Xo'sh. Shuningga bu terror bilan kurash qilish degan bir yig'inni ichyotidi. Buningga o'xshash sherik davlatlar bor. Bular bilan arlab-arlab terrorga qarshi harbiy manevra ilib beryotidi. Buni mana shu Sharq Turkistonchi terrorlar shunday ishlarni qilg'achqa biz shunday qattiq qo'lliq siyosatni ilib beryapmiz deydi. Ammo lagerda, turmada, Juliusuda tutilgan, yetayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Bular terrorist emas. Bular bek bo'lsa shu siyosiy mahkumlar. Yani Xitoyning siyosatiga memnun bo'lmagan odamlar. Biraz milliy, biraz dindar odamlar. Bularninki gunoh shu. Biraz dindar, biraz millatparvar. Ama bular Cumhur milleti degan o kimlikni qabul qilolmag'achqa bularni hammani solab, bularni qiynab, bularni mingsini juymandab, mingsinimi hog'izib, badan bu sog'lom jetdimi bularni hog'izib ve uzun müddet ichida tutib, bularni psixologiyasini buzib, oxiri bir vaqt to'shqanda bularni qo'yib berib yoki ba'zilarini sen yomon ish qilding deb ularning tutgan yilini texmi uzitib, shunaqa qilib kelyotidi. Hozirgi men deganlar xalqaro qonunga nihoyatda cho'ng xilof bu. Misolga deylik, Birleşken Devletler e'lon qilgan bu insan hakları bu kelişim var. Bu beyannamenin Şarkı Türkistan'da ilip bağlan Xitay'nın ki bu ilip bağlan siyaseti yani bu zulüm siyaseti hazırki men degan kanunun %80'ine xilaf. Bu Xitay'nın ilip bağlan siyaseti Xitay'nın ki asas kanunun ki nurg'un maddesiga xilaf. Xitay'nın ki bu kılganları Şarkı Türkistan'da ilip bağlan bu rayon, otonom rayon kanunun nurg'un maddesiga xilaf. Ama bularni teşvik qilmaydi, bularni anlatmaydi. Yalğızlar o'zininki tushungan shakli va shu chet elliklarning tushunolmaydigan mantiqi bilan buni tushuntirib, bu yerda manfaatni o'g'irlab ketib bordi hamda. Xo'sh. Shu, to'g'ri. Haqiqatan tafsiliy holatda javob berdiingiz ko'p rahmat. Endi yana bir qancha qisqa xabarlarimiz bor. Shuni bir chiqargan bo'lsa ekranga. Oldi bilan shu tunugun Turkiya, Saudiya Arabiston va Pokiston o'rtasida tarixiy bir Makka kelishimi, yani Makka o'rtaq davlat mudofaa kelishimi imzolandi tunugun Saudiya Arabistonining Makka shahrida. Bu yerda bu kelishim albatta nihoyatda qo'zg'adi qo'zg'adi. Shu uch davlatning axborotlarida bo'lsin, dunyo axborotida bo'lsin. Kelishimning eng muhim nimasi hamda bu uch davlatninki har qanday biriga qaratilgan qurolli hujum, butun uch davlatga qaratilgan hujum deb qaraldi degan shaklda. Sizcha hamda bu nimaning muqaddimasi, hatto nurg'un nimalarda musulmon NATO kuchininki boshlanish qadami degan narsalarni ko'rdim men. Sizce bu rayonga qanday ta'sir ko'rsatdi bundan keyingi? Bunga qarshi chiqilgan masalan qaysi davlatlar bor? Sizning bunga bo'lgan fikringizni bergan bo'lsak. Xo'sh. Başta hammamiz bilgandek Suudi Arabiston bilan Pokiston orasida shunga o'xshash bir kelishimga imzo qilgan. Xo'sh. Endi bu imzoga Turkiya qo'shildi. Bu Pakistan'da yadro kuchga ega bo'lgan bir davlat. Suudi Arabiston o'zininki bu boyligi bilan bir kuchli bir davlat. Turkiya bo'lsa konvansiyonel qurollar, ya'ni bu yadro qurol bo'lmagan qurollarni ishlab chiqarayotgan bir cho'ng davlat hamda NATO'ning harbiy jihatdan ikkinchi bir kuch hamda. Bu uchunun bir yerga kelishi shu rayonnanki xavfsizligiga bir to'pa qo'sha oladiganligini bu tushuna olamiz. Faqat nima uchun burun bo'lmagan hozir bo'lib qoldi bunday ahvol deganda eng muhim masala shu Iran masalasi.
İran meselesi çıkan vaxtida, yani Amerika 2. ayının 28'de hücum başlagandan keyin İran şu hoşun devletlerge, Arap devletlerge hücum kıldı. Bazı vaxtida Amerikanınki bu bazılarga hücum kılgan bolsa, bazı vaxtlarda şu ticaretxanalarga, aydırımlarga, başka yerlerge hücum kıldı. Çünkü bu devletler özününki xavfsizlik menfaatini Amerika'nın şu O'rta Şərq xavfsizlik siyaseti bile bağlıgan. Şununla Amerika'nın bu Arap devletlerinin qoğdaydigan, xavfsizlik cetten qoğdaydigan bir vazifesi var. Ama bu da köydeki bunu kılamadı. Kılamagandan keyin bu O'rta Şərqdeki devletler, Arap devletler özünü qoğdaşqa mecbur kılıvadıdı. İkincisi bu İsrail meselesi. İsrail bu Filistin'de bu Lübnan'ın cenub tarafta ilip bağlan kurallı hareketleri bu Arap devletlerini, Müslüman devletlerini rahatsız kıldı. Gerçi en çok avazıyla karşı çıkan Türkiye bozma, ama İsrail'in kılmışlıklarını tok tutamadı. Bunda bir peyde o Müslüman devletler birbiriyle emkarlık kılış, bulup mu şu mutabiye cetten, rayonun xavfsizlik cetten, bu menfaatlerini qoğdaşı için emkarlık kılışga doğru geldi. Ama hemimiz bilimiz, Müslüman devletler birbirisi bile bek mi bunda zıç münasebetleri bek yok. Hatta bu Müslüman devletler arasında kelişmezlikler köp, ihtilaflama var. Bolup mu şu 50 nece Müslüman devletler tarafından kurulgan Müslümanların ki bu birliği var. Müslüman devletlerinin. Ama bunlar yalnızla jığın içip uya bir tanqid koyupla başka işlerini kılamıganını gördük. Bu şu kinki 20-30 yıldan beri. Meyli bu Burma'da, yani Myanmar'da bu Arikan Müslümanlarının ki zulmü bolsun. Meyli Filipin'in ki cenub taraftaki Müslümanlar bolsun. Meyli Tayland'daki cenub taraftaki Müslümanlar bolsun. Meyli Şark Türkistan bolsun. Meyli kalan Müslüman rayon bolsun. Bulağa sahip çıkamadı. Bulağa bir hisarçılık kılamadı. Bularının ki Müslüman menfaatini qoğdap o yaşavatkan devlet hakimiyetiga karşı çıkamadı ve tanqidini kılamadı. Eksice misalga Xitayni qollagan ahvallama boldu. Şərq Türkistanlıqlar karşı. Şununla bu Müslümanlar, O'rta Şərqdeki Müslümanlar, bunda bir teşkilat kuruluşunun ki naytı çok bir ekmeti var. Bayasız degендek bir yerdeki NATO'nun ki birinci kademe ya ki bunun için Müslümanlar şu xavfsizlikten başlap bu mutabiyeyle başlap iktisat, ticaret, enerjiyle başlap ahire siyasi entegrasyon rastın kurallıgan olsa bu vaxtada Müslüman onundaki Müslümanga sahip çıkalaydı. Bu vaxtada onundaki ümmet degen fukum onundaki manalık bulalaydı. Şununla bu kadem biraz moyun bir kadem de görme. Fakat bu üç taraftan teşkillengen bu mutabiye birliği de bazı devletler yok. Misalga Mısır, misalga Irak, misalga Suriye. Bu devletlerin ki hemkarlık kırışı bile onundan ki bayağı degen İran'ın hücumuna, İsrail'in hücumuna karşı takabül turalaydıgan bir güçke iyi bolalaydı. Olmasa bu üç devletme yalnız kalalaydı ve şundakla bundak bir üç taraftan kurulgan teşkilatını xalamaydıgan Xitay var, Rusya var, Amerika var. Bula onundan kim başka devletlerini hareket kesip silip durup bu üç taraftan kurulgan bu ittifakını, birlikini bozalaydı. Şununla bu muhaketimi
nimada Suudi Arabistonda bu qurilganini e'lon qilib bo'lgandan keyin bir so'zni chaqaladi. Biz hech bir davlatga qarshi qurmadik buni. Xo'sh. Ama bu teşkilat sırtqa uçuq. Yani a'zo bo'lishga sırtqa uçuq deydigan bir ibora var. Ondaqda baya degan ba'zi musulmonlarni bu yerga akirishga to'g'ri keldi. Agarda yolg'izlar shu o'ttiruq sharq rayoni uchun deydigan bo'lsa, u vaqtida shu o'ttiruq sharqdagi musulmonlar ketilgan. Agarda onu biraz kengaytib dünya Müslümanı deydigan bo'lsa, u vaqtida Balkandan şu Endonezya, şu nima Janubiy Sharq Osiyo qadar kengaylaydi. Agar Müslümanlarning haqqini qo'g'dayman deydigan bir niyati bo'lgan bo'lsa, u vaqtida Sharq Turkistonliklarning haqqini qo'g'dash lozim. Sharq Turkiston umumiy Türk xalqininki ana vatani. Bu qo'g'dash haqqi Sharq Turkistonliklarninki üstüge düşüp kalgan gibi. Şark Türkistan şundakla Müslüman dünyasının en şark zemini. Bu zeminini qoğdaşma yanıla Şark Türkistanlıklarga vazife bulup kalgan. Şununla hazır şu başka Müslümanların ki qo'llashuvlar bo'lmagan taqdirda Şark Türkistan'ın işimi biraz qiyin bo'ladi. Bu zulümler devam kıldı. Şununla bununki müşnak nimaları tarafları var. Ama bunundaki nimelerini demedim. Bununki pullarını qanday hal qiladi, çünkü faaliyet qilgan. Bundan keyin bu ortak ticaret, ortak iqtisod faaliyetlerini qanday ilib bordi. Bununla qarta harbiy chetda bunday bir ortak urushchan ahvollar bo'lamdi. Ba'zi arab davlatlarining qo'lida Sovyet stili bo'lgan qurollar var. Bazı devletlerde Amerika ya da NATO stili kurallar var. Bu kurallarını okşaşlaştırış lazım. Ondan keyin bu Sunni Emre'den şu rad ağacı bu sistemlerini kandak okşaşlaştırış lazım degandek nurg'un tege meseleler var. Bununla mutaxassislik kerak bo'ladi. Agarda ularni qilamagan taqdirda bu sembolik bir ahval bo'lib qoladi. Yani bu amaliy jihatdan ojiz, ama sembolik jihatda kuchli bo'lgan bir tashkilotga aylanib qoladi. Türkiye yolg'izla O'rta Sharq emas, shundaqla O'rta Osiyodami Türk Devletler Teşkilatı mı var? Şundaqla o teşkilatlarni kuchlantirish to'g'ri keldi, yani Türkiye. Yani bu Türkiye'ninki vazifemi ig'irlashyotdi. Bu Müslüman devletler arasındaki bu fukushmasliklarni, ixtiloflarni bir diyalog yo'li bilan, ilmiy yo'li bilan, tadqiqot yo'li bilan bularni hal qilishga tirishmoq lozim. Rasyonel o'ylash lozim, yani rastçılık, hissiyotchilik emas. Misalga nurg'un Müslüman devletler Osmanlı Devleti'nin tebasında yaşayan. Bu devletler müstakil bo'lgan vaqtida Osmanlı Devleti'ni düşman qilib ko'rsatgan. Çünkü sen müstakil bo'lman desang bir düşmanni ko'rsatish lazım. Sen o'zingning adamini, birlikni qo'g'dab qilish uchun düşmanga ehtiyojing bor. O düşmanni Osmanlı'na tanıgan. O Osmanlı'nın evladı ya da ki varisi Türkiye bo'lg'achqa bu Türkiye mi aşında Osmanlılardek bizni sömürüp bizni ezgen. Bunu ilmi yolu ile, tarih tədqiqatı yolu ile, evvelki mən degan rasyonel yolu ile tushundirgan vaqtida vaziyat o'zgarganda hamma nima o'zgarganligini tushundirgan taqdirda ki yıllar ötep gitti, 100 yıl ötep gitti. Bazı narsalarni onluq tushunish vaqtimi keldi. Shuningga bu ishni aql bilan mang'izmasa, yanıla aşındaq tarix arqı sahnedeki hissiyotlarni ko'tarib chiqadigan bo'lsa, bu birlikni kuchli bir şekilde kuramaydı deb o'ylayman. Ama benim ko'nglimda endi ular bir kuchlansa deb o'ylayman. Çok rahmat. Hakikaten deganingizda inşallah bu bir
umumiy nurg'un davlatlarning qatnashadigan kun sari oldimizga yillarda kuchaydigan bir birlik hosil qilishiga bir sabab bo'lib qolishini umid qilamiz albatta. Endi yana bir masala shu Xitoy rejimi Xitoy boylarining dunyo miqyosidagi mol mulkini kirim manbalarini taftish qilishga boshlagan bo'lib 2000-yildan hozirgacha bo'lgan hisobotlar nishonlangan mazkur tekshirishlarda ba'zi kishilarning bank hisobotlarining to'ntib qo'yilganligi haqidagi bir xabar chiqdi bu hafta. Bu xabar albatta Xitoyning ichidagi baylarni albatta Xitoy qurishig'icha bildi hamma narsani digitallashtirayotgan Xitoyga hamdi bu. Bu asosliq nishonmi shu sirtqa chiqib ketayotganmi shu Xitoyning puldorlarining baylariniki buni ta 2000-yildan boshlab hozirgacha tekshiramiz deb buni chiqarib tamdi. Xitoyning 5 ish qaldimi yoki hamda shuni qila olamdi sizcha? Chet eldagi nurg'un Xitoy fuqarolarining shunday uning banka qo'ygan pul, mal, uy setib olgan uy hamma narsani tekshirib shundan bajo deb bir narsa qila olamdi. Bu sizcha Xitoyningki o'zining siyosatiga zo'r ta'sir ko'rsatgan bir harakat emasmi bu endi? Nimishqa bunday ehtiyoj tushib qoldi Xitoyning bunga? To'g'ri, ya'ni bu yaqinqi bir necha yildan beri Xi Jinping shu shaxsiy shirkatlar, shaxsiy tijoratxonalarni shunday kuchlansin deb. Hatto Sharq Turkistonda eng ko'p shuni tashviq qilyapti. Xo'sh. Ya'ni 10 ming, 100 ming shirkatlar qurilyapti, shaxsiy shirkatlar. Ming qursimi Xitoyninki shu iqtisodiy kuchlar kuchninki %90'ı Xitoy Kommunist Partiyaning qo'lida. Ya'ni %10 kuchlar shu shaxsiylarninki qo'lida. Xo'sh. Bu bir mesele, ya'ni Xitoyninki hozir tashviq qilayotgan siyosatga xilof bir siyosat. İkincisi, Xitoy Kommunist Partiyaninki qo'lida bir tizimlik bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi odamlarni joylay olmayman, ularni joylagan vaqtida shu yo'lsizlik bilan, shu parxo'rliklar bilan, shu yo'llar bilan bularni qanday joylay olmayman degan bir tizimlik bo'lishi mumkin. Ve shundaqla bu pulni nereden topdim? Misalga birinchi bir pul buldu, çoğun ticaret qilish uchun rasmiy pul buldu. Xo'sh, xo'sh. O rasmiy pul nereden keldi? Aşağıya geçimi tekshiramiz deydi. Eğer de tekshirayman deydigan bo'lsa, %99 Xitoyninki bu rasmiy pulning kelishi normal. Yani normal emas. Shuningga bütün Xitoylarni, shu pul topgan Xitoylarni emas, aşağı abaqa tizimlikdagi Xitoylarni joylamoqchi deb o'ylayman. Bu belki shu joyda ichilmoqchi bo'lgan Xitoyninki 5-chi bir yig'ini bor. 20-chi qurultayning 5-chi yig'ini. Bu yig'inda nurg'un masalalar so'zlashadigan bo'ldi. Xi Jinpingninki kelgusida, ya'ni kelar yilda shu reislikni devam qilish uchun muhim hamda. Xo'sh. Bu Xi Jinping bek uzun o'tirib ketdi. Hem partining ichida, hem de devletning ichida qarshi chiqadiganlar bor. Bo'libmi shu hokimiyatninki sirtida qolganlarninki ve jamiyatning ichida Xitoy hokimiyatiga, kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi chiqayotgan norozilik ovozlari ko'payyapti. Chin emas, ammo ko'payyapti son jihatdan. Shuningga bir qism odamlarni shu yo'li bilan joylab yo'qotish. Çoğun amaldorlarni bir qur tozildi. Belki bunun bir neçelerini yanında tazlaş mümkün. Ama bir pul boğan adamın ki avazı çın bulduğu Xitoyning gibi var. Yani sayda çirtsu deydigan. Şununla bu avazlarını yo'qotish, chimiqtirishning bir yo'li deb o'ylayman. Ondan başka Xitoy bu kim bo'libmi shu 2019'da Wuhan virüsünden beri Xitoyning iqtisodi yaxshi qarab ma'mudi. Taraqqiyot tezligimi astalashdi. Bu xalqarada Amerikaning boshlatgan bir ticaret urushi vardı, Soğuk urushi. Onun keyin yaqinda Yevropa Xitoyga qarshi shunday bir Soğuk urushini boshlatmoqchi 9-oyda. Xitoyning iqtisodi bu kuchi shu Yevropa ve Amerikaning sirtindagi davlatlarga, rayonlarga bog'liq qolgan.
Meyli Afrika qanchalik cho'ng bir zamin bo'lsin, mayli Osiyo qanchalik cho'ng zamin bo'lsin, u yerga ilib borgan mal bu Amerika bozorida, Yevropa bozorida sotqanchilik bo'lmaydi. Xo'sh. Nimacha foyda chetdan. Shuningga Xitoy bu iqtisodning kelgusindagi bu meseleler, misalga Amerika Xitoyning orasındagi bu zirikliklar devam qilyotdi. Xitoyninki atrofdagi bu qo'shni davlatlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar ziriklashayotdi. Bugun bunda bir urush jang bir ahvol paydo bo'lib qolsa, ya'ni iqtisod nachar bo'lib qolsa, u jangni davom qilolmaydi. Shuningga bu iqtisodni markazga yig'ish bir cho'ng bir mesele bo'lyotdi. Ondan keyin bankalar, mayli Markaz banki bo'lsin, mayli shu nima o'lka banka yoki undan tövendeki bankalar shu nurg'un shu tijoratchilarga pul nima bergan, kredi berganlar. Bu kredining nurg'unini olamayotdi. Xo'sh. Chunki tijorat yaxshi bo'lmagandan keyin, iqtisod yaxshi bo'lmagandan keyin pulni misalga binoga solgan bo'lsa, o bino bitmagandan keyin, bitgan binomi yaxshi setilmagandan keyin, bankininki pulini qaytarib berolmagachga, bankada bir pulninki bir krizi var. Bu krizni ish uchun bir chetdan ana boylarninki yanchig'idagi pullarni sug'urish, yana birisi shunda bir yo'lsizlik, parxo'rliklar bo'lganlarni pulini ilib, yani devletninki azroq bo'lsin bir pulini yig'ib to'ldirmoqchi. Ama bir mesele yana bor. Bu ben degan Wuhan virusidan keyin Xitoyninki iqtisodiy acizlaştı, turmuşlarni acizlaştı. Xitoyninki bo'libmi o'ttira töven seviyedagi Xitoylar pullarni saqlashga boshladi. Çünkü kelgusida bir narsa bo'lib qolsa, men pulni xashlayman, o'lsam, shu pullar o'zim ama o'tga yoqaman deydiganlar bor. Bu pulni xashlagandan keyin Xitoyninki bozori aylanmayotdi. Pul chaqi aylanmayotdi. Aylansami tez aylanmayotdi. Ve bu terslik devam kılan seri bu azıcık men degan orta seviye, töven seviyedekiler ki turmuşumun nacharlashyotdi. Hazır eğer de ağlarının pulunu soğulsa ağlarma şu kembegal Xitoylarga o'xshab qoladi. O'z vaqtida Xitoyninki bosh ministri şu Li Keqiang bir gapni degandi. Xitoyning nufusining %70'i şu nayda töven seviyede yaşaydı. Ama %60'ı nayda töven seviyede yaşaydı. Yani $100 ile yaşaydı deydi. Yani bu kembegalcilik devam kıldığan olsa Xi Jinping'e karşı isyanlarının ki payda buluşu ve cemiyet karakterlik meselelerinin köpeyişine sebep buluşu mümkün. Burun bu kembegalcilikte Xitoylar ancha muncha isyon qilgan, ama bu vaqtida Mao batdi, Zhou Enlai batdi, Deng Xiaoping batdi. Bular batdi deganim, bular shu cumhuriyatning qurg'uvchilari. Bularning inovati Xitoylarning orasida. Bularningki haybati hammasi cho'ngdi. Shuni Xitoy jiq qilolmaydi, isyon qilolmaydi. Ama bu da Xi Jinping undaq bir tarixiy arxi ko'rinishi yo'q uning. Şununla bu da isyan çıkıp kalsa, baş kaldırıp kalsa, o vakti da bu cemiyetini bastırış için kurallık güçünü işletiyordu. Kurallık güçünü işletkenden kimle bu iş tügmeydi. Xitoyda nurg'un isyanlar çıktı, kurallık işletmeyi saqchilar tutup, ekirip, solap, o bu kıldı. Bu şu 20 yıldan beri. Çoğun isyanga aylanmadı ve cık adam unutup gitti bunu. Ama 89'da kanlık bir vaka bo'lg'achqa, hazır bütün dünya ve nurg'un Xitoy bunu unutmayotdi. Yani kuralını işletkendan keyin bu esirden çıkmaydigan, tarihi yezilgan ahvol bo'lib qoldi. Bu mu Xi Jinping'ninki ahirini keltirdigan bir mesele bo'lyotdi. Xitoy boshqa şu halkının
pul xərclənlər, yançıq tıxıb qoyğan, yastığın astıq tıxıb qoyğan pulunu xərclənlər, altını xərclənlər deb təşviq qıldı. Bankınınki üsümünü düşərdi. Çünki banka pul qoysanlarmı, üsümü tüvəl bolğandan keyin sizlərə faydası yox. Xərclənlər dedi, amma kütgən səviyyədə bolmadı. Olmadı. Bu bolmasa, iqtisad bununki çağı düşmə astı aylandı. Şu. Bu vaxtda Xitayğa bu iqtisad cəhətdən bir zərbə bərgən oldu və Komünist Partinin Xitayını başquruş cəhətdəki bu məşruiyyət deyimiz o. Yəni qanuni haqqı muş iqtisad yaxşı bolğaçqa, turmuş yaxşı bolğaçqa. Əgər bu naçarlaşsa, taqla Komünist Partinin muş başquruş haqqını mı sorak dağıtışqa, talaş tartışqa başlaydı. Bu vaxtda Komünist Partininki heyvisi inavətimi asta-asta tügəydi. Yəni bu 19-cu əsrin axırlarında İngiltere'nin ataqlıq bir siyasyon var. O mu bir tarixçi? O deydi, hər qanda hakimiyyət ufrab tügəydi deydi. Mutlaq hakimiyyət mutlaka yani çokum tügeydi deydi. Yani Xi Jinping aşırı yolga qarab meniyotgandek turdi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan bu yerdan hozirgi Xitoydan mehrni o'zlanmayotgan millionlab pulni yurishtirib turayotgan ba'zi Uyg'urlarga diqqat qilinglarmi? Bir kun atgan qopsanglar bankka taqayotgan odatda cho'chib ketmanglar yani. Sizlar ishongan Xitoy sizlarni har zaman bir narsa qila oladi. Hamda Türkiye Asosiy Qonun Sud Mahkamasining boshlig'i Qadir O'zkaya Xitoy ziyorati jarayonida Xitoy Oliy sudi vakillari bilan ko'rishib, qonun, raqamlik o'zgarish, sun'iy aql va adliya hamkorligi masalalarini muzokara qildi doktor Hamda. Shuni tugataylik. Hamda bu adliya masalasi albatta yillardan buyon bir qancha qatim shu Turkiyada o'z vaqtidami shu Turkiyaning adliya xodimlari bilan Xitoyninki ba'zi masalalarni talash tortish bo'lgan hamda. Bu qatim Asosiy Qonun Mahkamasining boshlig'i berib bir qator ziyoratlarda bo'ldi. Asosli savol hamda bu yerdagi dunyoda hamda eng qonunsizlikning eng shu pallisini qilayotgan Xitoydek bir davlat bilan Turkiya Cumhuriyetidek bir davlatning qaysi nimaga ehtiyoji bor ekan bular bilan ko'rishib adliya masalasi hamkorlik qilgan. Shuncha valla davlat bor dunyoda. Yevropa, boshqa Turkiyaga ham yaqin davlatlarning adliya xodimlari bilan bunda fikr almashtirdi, uni qildi, buni qildi degan xabarni ko'rmaymiz. Nimishqi bu Xitoyga nima ehtiyoji bor dedi. İnsanlar so'rg'isi keldi hamdi. Albatta Uyg'ur masalasi mo'lqa jinoyatchilarni almashtirish masalasi o'z vaqtida uni nayt kengri to'xtalgandik. Bu qatim bu yerda bu ziyoratlar bo'ldi. Siz hamda buni nima qanday shaklda ifodalaysiz? Aslında bu Xitoyninki bir siyosati. Yani Xitoy shu haqda bir müzakere qilsak, ko'rishsak, talashsak degandan keyin hamda qonun masalasi bo'lgandan keyin berib kelaylik deb bağım bo'lishi mümkün deb o'ylayman. Xitoyning taklifidan berib to'g'ri. Bo'libmi hozirgi bu sun'iy aqlni ishiltiman deydigan bo'lsa, Xitoyning ijod qilgan sun'iy aqlni ishitamdi yoki g'arbliklarninkimi? Misolga Xitoyninki sun'iy aqlni ishlatgan taqdirda o Xitoyninki asos qonun va yoki jinoyat qonun yoki boshqa xil sanab tügütüp olamaydigan kanunlar var. O kanunlarını aklaydigan, yaktırdigan nurgun nimelerini, fikirlerini biridir bu Xitoyninki sun'iy aql. Xo'sh. Undaqda sen sun'iy aql müştaq debdi deb, ondan keyin bu to'g'ri deb tushsan, o zaman Xitoyning aldam qaltisiga tushadigan gap. Xitoyninki maqsadi mana shu. Yani meningki degan qonunni qabul qilinglar, mening degan xalqaro munosabatlar nazariyani qabul qilinglar, meningki degan xalqaro o'lchimni qabul qilinglar, mening davatgan siyosatim bo'libmi iqtisod, tijorat siyosatini qabul qilinglar. Qilgan taqdirda meningdek dunyoning ikkinchi iqtisod kuchi bo'la olasizlar degandek bir tashviqotni qilyotdi. Nima uchun buni qiladi deganda
Amerika hazır Garp bu yaşarga çekilvatıdı. Yani Amerika hazırki hakimiyet dünyanın işlağı onçilik mi arlaşmayımız Amerika'nın işi en muyu. Degenden ki dünyada bir boşluk yaratılıvatıdı. Xitay bu boşlukka igi buluş yoki bir qism bo'lsa ega bo'lishni yo'lga kiryotidu va Amerika bilan masofalik turgan davlatlarni o'zininki shu sun'iy hamroninki nimasiga u laynga akirib olish siziqqa akirib olish. Shuningga bu Xitoy o'zininki kanun ideyasını ki tarihten beri Xitay'da kanun ideyası yok, kanun cezalaşma. Hoş. Yani kanun eni yok, kanun cezalaşma. Bu nurgun bir mesele, keyin bir vaxtlarda deyimiz. Şununla bu Xitay'ın ki anlatalaydigan, düşendirilaydigan kanunlar nima boludu dese, birincisi, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nda çıkargan kanunu Qoğdaylı birlikte. Çünkü Amerika buzuvatıdı. Biz qoğdap qalaylı deb Türkiye'ne yeni qilish. İkincisi bayağı ben degandek özünün kanun engini yani haklarını ezip sömürüp bu Şarkı Türkistan'da ilip bağandek aşı nima sizler qabul qilinglar degan yerga ekemek-çemdi. Bence bundan bir netice çıkmaydı deb o'ylayman. Hazır hem de Türkiye'de sun'iy akılni ishlab chiqargan şirketleri yok. Ondaqda şu G'arb devletlerinin bunu işiltidi. Ondaqda G'arb devletlerinin sun'iy akılda sanga bergen savolga javob bergen fikirler, akıllar, ilhamlar Xitoynikiga o'xshamaydi. Ondaqda qanday hamkorlik qilgan gap. Misalga şu 2000 yıllarının 5'inden itibaren Xitay Türkiye şu terörge karşı hamkorlik qilayli deb necha yig'in, necha ko'rishishlar bo'ldi. Ammo ikki tarafninki terörge karşı hukmninki o'xshamaslikdan tufayli ve terörninki objektisi yani aşı nişanı o'xshamagandan bular birlikte bir nimalarni qilamadı yani hamkorlik qilamadı. Şuna o'xshash bu qonun chetimi shundoq bo'ladi deb o'ylayman-da. Xitoy hamda bu asas qonun chiroyli yozilgan Xitoyning. Ama qonunlar bu asas qonunga xilof bo'lgan ahvollar nurg'un bor. Ama Xitoy asas qonunni ilib Turkiyaga to'ntirdi. Bizda dini erkinlik bor deb. Dini erkinlik bo'lsa 36. madde. Bo'lsa nima uchun shunday diniga qarshi hareketler var? 35. maddede deydi insanınki gururuna çıkılmazlık o asas kanununki hükmü deydi. Mecburi deydi. Ama hem Xitay halkmışında hem de Şarkı Türkistan halkmışında bunların gururunu, inavetini ayağa astığı desavadıdı. Bunların izvadıdı, sümürvadıdı. Bu kandak asas kanun ama Türkiye belki keyin bir vaxtlarda bu azırqı mən deganlarına düşünüp getiş mümkün. Çünkü Türkiye'de Xitay kanun müteəssisi texi kömüdür məndə badı. Nurgun üniversite var, üyelərdə badı ama oturluqda körünügenlerin arasında texi Xitay kanunlarını bilgenler yok. Belki bunun kim peyda buluş mümkün. Azırqı bu ziyaretin kim. Xitay'nınki kanunlarını ügengen siri Xitayga bo'lgan ishonchlikni ansiri azaydi deb o'ylayman. Xudo hozirgi G'arb davlatlar Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlar bo'lgandek. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat doktor. Alloh razı olsun. Nəhayət təfsili güzel cavablarını verdiniz. Rahmet sizə. Ben rahmet etdim. Allah muvaffakiyetga eriştirsin. Amin, amin. Rahmet sizə. Allah razı olsun. Xoş, qadrli görürmenlerimiz, şuna qilib bu haftalik xabarimiz hakikaten uzun sürdü. Çünkü her birisi bir-birisi muhim meselelerde uzunroq söhbet olib qoldi. Ama nəhayət qimmatli məzmunlarda toxtaldik.
Allah ömür bası aldığımızdaki hepti görüşküçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.